Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ogohlantirdilarki, sharrut ta'ami ta'amul walimati yud'a laha al-aghniya'u va yutrakul fuqara'u. Taomlarning eng yomoni shundoqki dedilar. Unga boylar, qorni to'qlar chaqirilib, haqiqiy muhtojlar, kambag'allar tark qilinganidir dedilar. Ana shu iftorlik qilib berayotganimizda ana shu hadis sharifga ham bir e'tibor berib qo'yaylik. Bizning iftorlik dasturxonimizda albatta mo'min musulmonlari yaxshi qo'ni-qo'shnilar chaqirish bilan birgalikda haqiqiy shunaqangi muhtojlarni ham chaqirib, ja bo'lmasa hech bo'lmasa oilaviy davra qilgan bo'lsa, hech bo'lmasa ana shu qilingan ehsonlardan, taomlardan xonadoniga borib, yoki bo'lmasa ro'zg'orligini qilib berib. Ana shunday ularni ham tark etmasligimiz kerak. Shunda bizning iftorligimizdan ko'zlangan maqsad hosil bo'lar ekan, o'sha iftorlikka va'da qilingan yaxshiliklarga erishgan bo'lar ekan. O'sha va'da qilinayotgan ajrlarga erishgan bo'lar ekan.